Diqqat, tezkor xabar. 5-6-7 kunlari qanday ob-havo bo'lishi mumkin? Assalomu alaykum aziz tomoshabin. O'z hududingizda qanday ob-havo kuzatilishini bilishni istasangiz va ulardan birinchilardan bo'lib xabardor bo'lish uchun video ostida erinmasdan bor yo'g'i bir donagina like va podpisatsiya tugmalarini bosib qo'yishni unutmang. Qoraqalpog'iston Respublikasi va Xorazm viloyatida havo biroz bulutli bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Faqat 6-iyunda ba'zi joylarda qisqa muddatli yomg'ir yog'ishi va momaqaldiroq kuzatilinishi mumkin. Harorat kechasi 20-25 daraja, kunduzi 32-37 daraja issiq bo'ladi. Buxoro va Navoiy viloyatlarida havo biroz bulutli bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 20-25 daraja, kunduzi 35-40 daraja issiq bo'ladi. Toshkent, Sirdaryo, Jizzax, Samarqand viloyatlarida havo biroz bulutli bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. 7-iyunda ba'zi joylarda qisqa muddatli yomg'ir yog'ishi va momaqaldiroq kuzatilinishi mumkin. Harorat kechasi 17-22 daraja, kunduzi 34-39 daraja issiq bo'ladi. Qashqadaryo va Surxondaryo viloyatlarida havo biroz bulutli bo'ladi, o'zgaruvchan 6-5-iyun kunlari yog'ingarchilik kutilmaydi. 7-iyunda ba'zi joylarda qisqa muddatli yomg'ir yog'ishi va momaqaldiroq kuzatilinishi mumkin. Harorat kechasi 20-25 daraja, kunduzi 28-33 daraja issiq bo'ladi. Andijon, Namangan va Farg'ona viloyatlarida havo biroz bulutli bo'ladi. 5-6-iyunda yog'ingarchilik kutilmaydi. 7-iyunda ba'zi joylarda qisqa muddatli yomg'ir yog'ishi va momaqaldiroq kuzatilinishi mumkin. Harorat kechasi 16-21 daraja, kunduzi 32-37 daraja issiq bo'ladi. Respublikamizning tog' va tog' oldi hududlarida havo biroz bulutli bo'ladi. Vaqti bilan qisqa muddatli yomg'ir yog'ishi, 7-iyunda ba'zi joylarda kuchli yomg'ir va momaqaldiroq kuzatilinishi mumkin. Harorat kechasi 10-15 daraja, kunduzi 23-28 daraja issiq bo'ladi. Manba: O'zgidromet rasmiy sahifasi.